Xohlasa navbatdagi lokatsiyamiz. Ularni o'rnatyapmiz. Xohlasa navbatdagi ishimizni ham o'rnatganga keldik. Navbatdagi lokatsiyamiz Andijon shahar Qoratutga bo'ldi. Karelyeva penaltikamat o'rnatib berdik. 100% krashini emdik. Eniga 380, bo'yiga 2,5 sm bo'ladi. 3 tadan xuddi shunaqa polka bo'ladi. Ichlarida. Aka nima deysiz mebel bo'yicha? O'rnatib berdik. Abay mebellar bizga yoqdi. Mana dastavka qilib olib kelib o'rnatib berishdi. Sifati jihatdan, ko'rinish jihatdan, dizayn jihatdan chiroyli ekan. Qolgan mebellarga qaraganda men qolganlarga ham shu Abay mebellarni tavsiya qilaman. Rahmat aka. Alloh rozi bo'lsin, yaxshi kunlarga ishlatinglar aka.